moliyaviy ko'mak hamda moliyaviy ommaviy resurslardan kelgan turi kelgan. Hozirgi kunda aynan mana qizlar, ayollarga moliyaviy ko'mak 100 millionga kirib turimiz bor. Bu 36 oy muddatga kelyapti. Ayollar uchun qulayliklar 1% kam, 24%, erkaklar bo'lsa 25%dan 36 oy muddatga 6 oy imtiyozli davri bilan. Shunlarda bu 6 oy imtiyozli davri bilan 100 million so'mgacha kirib bo'ladi. Bu moliyaviy ko'mak yo'nalishimizda hamda moliyaviy ommaviy ko'makimizda bor. Bu esa bu ham xuddi shunday 25%dan 36 oyga, uni ham 6 oylik imtiyozli davri bor. Imtiyozli davr degan tushunasizlar, faqat 6 oydan foiz to'lab borasizlar. Undan keyin asosiy qarzga o'tadi. 7-oydan boshlab. Uni 25%dan 50 million so'mgacha asosan sizga qulaylik o'rtasida hozir to'layapsiz-ku. U boshqa har bir oylik tadbirkor dastur yo'nalishi bo'yicha bu ham xuddi shunday moliyaviy ko'mak krediti ayol bo'lgani uchun 1%, erkaklarga nisbatan kamroq bo'ladi. 24%dan 300 million so'mgacha olsangiz bo'ladi. Yana qo'yib turib, imtiyozlar 6 oydan bo'ladi. Bundan tashqari yo'q, unga kafil siz hozir ishga qo'yasiz. Bu garov bilan asosda olinadigan narsalar. Garovga asosida 300 million so'mgacha. Siz 50 million so'mgacha kafil asosda olyapsiz. Garovingiz bo'lsa 300 million so'mgacha hech qanday masala bo'lmaydi.